Hozirdan boshlanishi shu bo'lsa, davom etish qanday bo'ladi? Bugungi sana 5-iyun. IT platformasi qanchadan beri ish faoliyatini olib yuradi bilmayman, lekin umrim davomida kechagina podpiska bo'ldim. Podpiska bo'lishimning asosiy sababi esa butun O'zbekistonda ovoza bo'layotgan mana shu Dacha film. Odam nafsini qondirishi uchun qancha gunoh qilish kerak? Qachon kelasan? O'lmasam kelaman. U qanday ko'rinishda bo'lmasin, xiyonatni kechira olmayman. Siz kim bo'lasiz? Ладно, родной, шутки шутками, но я рад за тебя. Давай, дерзай. O'zim shu yo'nalishda ta'lim olayotganligim, bu kinoda haqiqiy burilish bo'lganligi va aktyorlik mahorati va yana shuni aytib o'tish joizki, haqiqiy effektlarga boy triller janridagi kino O'zbekistonda birinchisi. Albatta o'zidan o'zi shu fikr keladiki, agar shu birinchisi bo'lsa, ikkinchisi qanaqa bo'ladi, 5-inchisi qanaqa bo'ladi, 10-inchisi qanaqa bo'ladi, 100-inchisi qanaqa bo'larkin-a? Ushbu kinoni rejissyori bo'lgan Sunat aka Namozov. Sizga alohida tashakkur aytaman. Haqiqiy kino qanaqa bo'lishligi, haqiqiy kinodagi burilish qanaqa bo'lishligini ko'rsatib berganligingiz uchun. Ushbu kino haqida negativ bildirayotgan insonlar diqqatiga hech bo'lmaganda videoga olishni eplab biling, keyin gapiring. Ushbu kinoni piratskiy qilib har joyda tarqatayotganlar, iltimos Allohdan qo'rqing. Shunaqa ishlarni qilayotganlarga ham qarshi ishlar olib borilyapti. Lekin odamda vijdon bo'lmasa, o'sish qayerdan bo'ladi? Odam mualliflik huquqi degan narsani his qilishligi, uni hurmat qilishligi qachondan boshlanadi? Bu videoda kino haqida feedback bildiraman desam, juda ham uzun bo'lib ketadi. Qolgan fikrlarimni kommentariyada qoldiraman, o'qib olishingiz mumkin.